Sharaf Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali Pedagogika va tillarni o'qitish fakulteti maktabgacha ta'lim yo'nalishi 201-guruh talabasi Umar Vasevichning tabiat bilan tanishtirish metodikasi fanidan tayyorlagan taqdimoti. Mavzu: maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiat bilan tanishtirish bo'yicha davlat talablari. Reja: tabiatni kuzatish va o'rganish, gullarga, daraxtlarga va hayvonlarga e'tibor berish. Tabiat bilan o'yinlar va qo'l mehnati bolalarning rivojlanishi va qiziqishi. Bolalarni tabiat bilan tanishtirish ularning atrof muhitini tushunishi qobiliyatini rivojlantiradi. Bolalar daraxtlar, gullar, qushlar, hayvon va ob-havodagi o'zgarishlarni kuzatib, tabiiy jarayonlarni o'rganadilar. Masalan, kuz faslida barglarning rangini o'rganish, bahorda gullarning ochilishi yoki yomg'ir yog'ishini kuzatish orqali ular tabiiy hodisalarni o'z ko'zi bilan ko'radi. Shu tarzda bolalar nafaqat bilim oladi, balki kuzatish va tafakkur qobiliyatlarini ham rivojlantiradi. Tabiatni o'rganishda bolalar gullar, daraxt va hayvonlar bilan yaqindan tanishadilar. Ular gullarning turli ranglari va shakllanish, daraxtlarning o'sish jarayonini, shuningdek qushlar va hayvonlarga harakatlarini kuzatadilar. Bu faoliyat bolalarda tabiiy olamga hurmat va e'tibor hissini shakllantiradi. Misol uchun, gulning qaysi qismi meva beradi, daraxtning qaysi sharoitda yaxshi o'sadi va qushlar nima yeydi, bularni o'rganish bolalarning bilim doirasini kengaytiradi va ekologik ongini rivojlantiradi. Tabiatni o'rganish bolalar uchun qiziqarli qilish maqsadida turli o'yinlar va qo'l mehnati ishlari qo'llaniladi. Masalan, barg va gullardan kollaj tayyorlash, tabiiy materiallardan san'at asarlarini yasash, hayvonlar rolida o'yinlar o'ynash, tuproq, suv va boshqa materiallar bilan oddiy eksperimentlar qilish. Bu faoliyatlar bolalarda ijodiy fikrlashni rivojlantiradi, qo'l ko'nikmalarini oshiradi va tabiat bilan bilimlarni mustahkamlaydi. Shu bilan birga bolalar o'yin orqali ekologik bilimlarni oson va qiziqarli shaklda o'zlashtiradilar. Xulosa: tabiat bilan ishlash bolalarning rivojlanishi va bilim olishida muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Bolalar o'z atrofini tushunadi, tabiiy jarayonlarga qiziqadi va ekologik ongini rivojlantiradi. Shu bilan birga tabiatni sevishni o'rganish, unga e'tibor berish va unga g'amxo'rlik qilish kelajakda mas'uliyatli inson bo'lib yetishishga yordam beradi. Maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiat bilan tanishtirish ularning bilim, qiziqish va hissiy rivojlanishi uchun muhim omil hisoblanadi. Foydalanilgan adabiyotlar. E'tiboringiz uchun rahmat.